Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biza Saksondan oshgan otaxonimizning huzuriga keldik. Otaxonimiz bizada antipsoriaz mahsulotini ishlatib, 15 yildan ortiq bo'lgan psoriaz kasalligini Xudo xolasa o'zlaridan ikki og'iz eshitamiz. Assalomu alaykum otaxon. Alaykum assalom. Sizda kasallik shu 15 yildan ortiq bo'ldi. Shunaqa birinchi marta ko'rishganimizda Shunaqa qarichilikmi, badanda shunaqa bir qisma kasallari anaqa bo'ladi. Tavsiya qilingandan keyin shtoridan olib ichib, badanlarga surtib, bunaqa qildik. hozir o'zgarishlar zo'r. Hozir o'zgarishlar yaxshi, anaqalar badanda sezilmayapti. Bemalol uxlayapsiz, hammasi yaxshi. Yaxshi. Qolganiga tavsiya qila olasizmi? Oilaga mana ish qilib, shunaqa kasallik bor odamlarga tavsiya qilaman, oiladan cheg'on bo'lmaydi. Rahmat, salomat. Saksondan oshgan otaxonimizni fikrlarini eshitdinglar. Agar sizlarga ham mahsulotlar to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.